Ushbu hadis Umar ibn Xattob radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. U zot aytadilarki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan umraga borishga izn so'radim. U zot izn berdilar va menga aytdilarki, ey birodarim, duoyingda bizlarni unutib qo'yma dedilar. U zot sallallohu alayhi va sallam menga shunday bir kalimani aytdilarki, u kalimani bu dunyoning barchasiga alishishligiga rozi bo'lmayman, xursand bo'lmayman dedilar. Bir rivoyatda payg'ambar alayhissalatu vassalam Umar ibn Xattob radhiyallohu anhuga, ey birodarim, duoyingda meni sherik qilgin dedilar. Mana shu hadis. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu umraga bormoqchi bo'lib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan izn so'rayaptilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mayli boring deb izn berib, o'zlarining haqlariga duo qilishni Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu ga eslatib qo'yaptilar. Demak, bir rivoyatda duolaringda bizni esingdan chiqarib qo'ymagin deyaptilar. Ikkinchisida esa duolaringizda bizni sherik qilib qo'ying deyaptilar. Bu hadisdan olinadigan foydalarga to'xtalib o'tamiz. Bir muqim odam musofir insondan duo so'rashi, meni ham haqqimga duo qilib qo'ying deb bir vasiyat qilishi, mahbub, sevikli amallar sarasiga kirishi mana shu hadisdan ma'lum bo'ladi. Ayniqsa u qiladigan safar xayrlik, buyuk safarlar bo'lsa, bo'lib ham haj, umraga o'xshagan safarlar bo'lsa, undan duo qilib qo'ying deb iltimos qilish, vasiyat qilish yaxshi amallar sarasiga kiradi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilarki, haj qilguvchining gunohi kechiriladi va haj qilguvchi haqqiga istig'for aytgan kishini ham gunohi kechiriladi deganlar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. Shu bilan birgalikda muqim odam musofir duosi ijobat bo'ladigan odamdan duo so'raydi, agar chandiki o'sha muqim odamning darajasi musofirnikidan yuqori tursa ham. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning maqomlari Umar ibn Xattob radhiyallohu anhuning maqomlaridan baland, albatta buni hech kim inkor qilmaydi. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi va sallam duolaringizni bizni esdan chiqarmang va bizlarni duoyingizga sherik qiling dedilar. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu shu qadar xursand bo'ldilarki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning bu so'zlaridan, agar mana shu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning aytgan so'zlarining badaliga menga butun dunyoni hammasi berilsa, men xursand bo'lmas edim deganlar. Men shu darajada xursand bo'ldim Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning mana shu so'zlaridan deganlar. Bu Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu ga bashoratda bu. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bizni duo qilib qo'ying deyishlari Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu ning duosining ijobat bo'lishiga bashorat. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu ning solih banda ekanligiga ishorat. Maqomlarining yuqori ekanligiga ishora qilganlar mana shu so'z bilan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. O'shaning uchun Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu bu kalimani evaziga butun dunyoni borlig'i berilsa, meni xursand qilmaydi deganlar.